Bo'g'inlarimizni ko'p vaqtdan beri azob chekishiga, har xil dardlarga chalinishning birinchi sababi ayollar farzand ko'rgandan keyin 40 kunlik chillani to'g'ri saqlamasligi. Ilgari qariyalar buni qattiq ushlashardi, hozir unga qaramay qo'yishdi. Nima uchun? Albatta chilla saqlash kerak. Chunki homila ayol tug'ayotgan paytida bola tos suyagining ichidan o'tadi. Tos suyagining diametri bola uchun kichkina bo'lib qolsa, qov suyagi bir-biri sekin ochiladida, yumshab ochiladida, diametri kengayadi, farzand bemalol chiqib keta oladi. Tug'ayotgan ayolning tanasida shunday gormonlar chiqadiki, mana bu qov suyagi bor, tos suyagining oldi qismidagi qov suyagidagi bir-biriga birlashgan joyida o'rtasida tog'oy bo'ladi. Ana shu tog'oy yumshaydida, ochiladi. Va bu yana qaytadan 100% qotadi 40 kundan keyin. Shuning uchun 40 kunlik chilla bor. Agar tug'gan ayol, ayniqsa birinchi kichkina chilla 20 kun ichida erta turib og'ir narsa ko'taradigan bo'lsa, ko'p ish qiladigan bo'lsa, engashib olib hovli supuradigan bo'lsa, gektar hovlilarni supuradigan bo'lsa, beli chiqib ketadi, beli o'ynaydigan bo'lib qoladi. Chunki mana bu tos suyagini bo'shatgan gormon tanadagi hamma bo'g'inlarni xil-xil qilib bo'shatib qo'yadi. Shuning uchun shu vaqtda ayol ish qilsa, masalan, bir chelak ko'tarsa, mana bu bo'g'in cho'ziladida, keyin ruschasiga aytganda привычный вывих deyiladi. Hadi o'z-o'zi chiqib ketadigan bo'g'in bo'lib qoladi. Yurganda ham o'rdakka o'xshab yuradigan bo'lib qoladi. Yosh-yosh qizlar, kelinlar o'rdakka o'xshab yuradigan bo'lib qoladi. Buning sababi boyagi tos suyaklari bir-biriga nisbatan o'ynab qolishidir. Shuning uchun hurmatli ayollar, albatta kichik chilla birinchi 20 kuni o'rnidan turadi, emizishga, tualetga borishga, ovqat yeyishga, o'ziga qarashga, cho'milishga. Bo'ldi. 20 kun to'shaq qilib yotish kerak. Keyingi 20 kun turib yuradi-yu, lekin og'ir narsa ko'tarmaydi. Eng ko'targan og'ir narsa shu farzanddan og'ir bo'lmasligi kerak. Ana 40 kundan keyin bemalol hammasi joyiga turadi. Shuning uchun albatta to'g'ridan keyin 40 kun o'zingizni ehtiyot qiling.